Akalar, bu mashinani egasini taniydigan odam bormi? Bir kommentariyada atmetga qilib qo'yinglar. Hozir ham bratandan nimaga aynan tepamizda ochib qo'yish kerakligini so'rab olamiz. Po'lat aka, bir ikkita savol bor. Xudo xolasa yana o'rnatib bo'ldik. Hozir har bitta balonni datchikini uyg'otib chiqsak bo'ldi. Bu nimasi bu? Bu yerda mana har bitta o'sda Sal bariroq oling o'zingizga. mana bu yerda hozir ikkita rulyovoy balon, 4 ta ведущий и pritsepdagi 8 ta balon. Xudo xolasa bunga hozir datchiklarni uyg'otib chiqqanimizdan keyin har bitta balonning temperaturasi bilan davleniyasini onlayn ko'rib turamiz. Nima uchun tepamizda ochib qo'yish kerak furadagi akalar? Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, ayniqsa Angrenda bo'layotgan ko'p muammolardan bittasi, ko'p furalarimizda qizish hisobiga tormoznoy sistemasi yaxshi ishlamasdan avariya holatlari, portlash, ag'anab ketish holatlari ko'p bo'ldi. Shularga yechim sifatida hozir biz TPMS datchiklarni o'xshaganmiz. Xudo xolasa bu TPMS datchiklarimiz bilan bunaqa holatni qaytarishga bo'lmaydi. Demak, TPMS datchik orqali juda ko'p avariyani oldini olsa bo'ladi. Avariyalarni, odamlarni xavfsizligi, chopir o'zini xavfsizligi, bundan tashqari yoqilg'i sarfini tejashi va shinani probegini 15-20% uzaytirib berishi bilan ancha foydali. Yana nima funksiyalari bor bunda? Bundan tashqari, xudo xolasa torozlarimiz yaxshi ishga tushdi. Har bitta o'sga tushayotgan yukka o'lchab berish datchiki ham bor. Buni ham qo'yib beramiz. Gap bo'lsa. Akalar, juda foydali narsa ekan. Menimcha o'zini pulini oqlaydi va qo'ydirishga arziydi. Gap yo'q aka. Aka, rahmat katta.